Assalomu alaykum azizlar. Xalq tabobati o'tkir qasida YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bu kanalda xalq tabobati faoliyatlari bilan bemorlarni o'sha ruhiy muolaja va hijoma va zuluklar bilan davolaymiz. Bu kanalda ushbu bemorlar uchun xalq tabobati o'tkir qasida YouTube kanalida videolarimiz batafsil hamma videolarimiz shu yerga joylashtirganmiz. Hozirgi kunda ushbu faoliyatimiz davlat ro'yxatidan o'tgan. Ushbu bemorlar uchun masofadan davolash juda ko'p etib o'tganman shu haqida va masofadan uy sharoitida muolaja qilish yo'lga qo'yganman azizlar. Ko'plari yo'l olis kela olmaydi. Uy sharoitida muolaja qilishi ushbu bemorlarga hozirgi kunda murojaatlar ichida bugungi kunda Xorazmdan bir onaxon telefon qildilar. Ularning qizlari ruhiy tushkunlikda, ruhiy kasal bo'lganligi uchun ruhiy больницаlarda ko'p yotib muolajalar olib yillar davomida va ruhiyatiga o'sha yanada muolajalar har xil yo'llar bilan muolajalar qilinganda o'sha yillar davomida tuzalmaganligi uchun ushbu xalq tabobat o'tkir qasida kanalimdagi videolarimni ko'rib u ancha yillardan beri shifo topa olmay ushbu onaxonni qizlari shifo topish uchun kanalimdagi videolarni ko'rib bir umid bo'lganligi uchun menga murojaat qildilar. O'sha murojaat ichida ushbu onaxonni qizlarini kasalligi haqida aytib berdilar. O'sha ruhiy muolaja bormagan joyi, qilmagan ishi, ruhiy boshqa tadbirlarini ham qilib muolaja qilganda ham tuzalmaganligidan men bilan gaplashganimda ushbu bemorni muolaja qilib ko'rildi masofadan. Qilinganda qanaqadir tinchlanishi, o'sha yengil tortishi va uyquga ketganligi shu muolaja payt sababini bilganimizdan keyin ushbu bemorga hozirgi kunda shunaqa bemorlarga uzoq masofadan muolaja qilib uy sharoitida kela olmagan odam va yo'l olis shunaqa bemorlarga yo'lga qo'yganmiz. Endi ushbu bemor onaxon kela olmasligini sababini aytdilar. O'sha kelib turib sizga muolaja qildirmoqchiman deb o'sha niyat qilganman deganlarida bo'pti, kutib olamiz va kelsangiz muolaja qilamiz degan paytimda ular bir orada bir 3 kunni o'tib turib bora olmasligini aytdilar. Men aytdim, uzoq masofadan ushbu muolaja qilishni yo'lga qo'yganimda yo'q, ushbu sizdagi hijoma va zuluklar orqali va hijoma va ruhiy qasidatul burda tuzalish soat qasidasi deb nomlangan ushbu videolaringizni qo'yganingizda bemorlar tuzalganida men o'zi niyat qildim kelishga, o'shanga dedi. 3 kundan keyin telefonga chiqdilar-da. Ushbu hozirgi kunda Elparvar komandasidan o'sha blogerlarga murojaat qilganda ushbu blogerlar borib Dostonbek o'sha komandasi Elparvar komandasida Dostonbek bilan gaplashdik. Haqiqatan ham ular murojaat bo'yicha onaxonni murojaat bo'yicha Elparvar komandasidan Dostonbek borgan ekanlar. O'sha borib ko'rib haqiqatan ham o'sha kasalligi, ruhiy kasalligi, ushbu bemorda tuzalib olmaganligi, ancha yillardan beri ruhiy больницаga yotganlari, o'sha ruhiy boshqa muolajalar, tadbirlarni qo'yib ancha yillardan beri tuzala olmaganligini o'sha aytganlardan keyin ushbu bemorga masofadan muolaja qilganimni o'sha sabablarini aytganlaridan keyin ushbu Elparvar komandasidan eshitib Dostonbek bilan bir gaplashdik. Ushbu bemorni olib keladigan bo'ldi. Azizlar, bizning faoliyatimiz videolarda bor. O'tkir qasida desangiz, o'sha kanallarimda kanalim chiqadi. Ushbu kanalimni Dostonbek o'sha kanaliga qo'yib turib linklarni pastiga qo'yadi. Men shu linkini bosganda meni kanalimga kirib borasizlar. Azizlar, hozirgi kunda Instagram kanalim ham bor. Xalq tabobati desanglar chiqib keladi. YouTube'imda ham o'tkir qasida desanglar ham kanalim chiqib keladi. Ushbu kanalimda davlat ro'yxatidan o'tgan xalq tabobati muolajalarimiz ushbu rasmiy qonuniy
ushbu bemorlar uchun hozirgi kunda hijoma va zuluklar bilan muolaja qilish yo'lga qo'yilgan. Shu o'rinda hozirgi kunda bemorlarni juda ko'p o'sha murojaatlarini O'tkir qasida kanalimga kirsanglar, batafsil videolarim bor. Ya'ni mani kanallarimdagi ushbu videolarim va muolaja qiladigan bemorlarimni aytib o'taman. Hozirgi kunda ichkilikka berilgan bemorlar bo'ladi. Shular murojaat qilganlar va tuzalganlar, natija topganlar va ishiga, sog'lig'iga ta'sir qilib kelib, insonda gumon shubhalar bo'ladi. Menga ziyon, zahmat, zarar bo'ldimikan deb banisaga borganda, o'sha banisa tashxislari chiqmaganda, ushbu bemorni kasal emasligi chiqmaganda hayron qoladigan darajada ushbu videolarimda aytib o'tganman. Shu bemorlar murojaat qilyapti. Yoki bo'lmasam ushbu bemorlar borib doktorlarga borganda, tashxis qo'yganda ham, ushbu lechinani olganda natijasi bo'lmagan bemorlari ham ushbu videolarimni qo'yganimda murojaatlari bo'yicha bemorlar o'sha shikoyatlarni eshitamiz. Shikoyatlar qanaqa bo'ladi? Ushbu bemorlarda turmushga chiqa olmasligini haqida, ziyon, zahmat, zararlarni haqida, tushlarida, o'ngida, o'sha ruhiyatida o'sha og'ir bo'lganligi yoki ushbu inson uylana olmaganligi yoki o'sha tadbirkor, o'sha biznesmen yoki o'sha inson dehqon bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, davlat ishida ishlaydigan odam bo'ladimi? Ko'plari shunaqa har xil bemorlar murojaat qiladi. O'sha reja planlari chippakka chiqib, hozirgi kunda o'sha ishlari yaxshi bo'lmaganligi uchun shunaqa bemorlar chiqqandan keyin ushbu bemorlar uzoq masofada muolaja qilganda ruhiyatida o'sha qusish, qayd qilish, qo'l oyoqlar qaltirash, titrashlar, terlashlar va ziyon qon zardoblar chiqadi. Kimlaridir o'sha qusib, qayd qilib, qon zardoblari chiqqandan keyin hammada har xil bo'lyapti. Zardoblar chiqqandan keyin ichi o'tish boshlayapti. Shunaqa odamlar o'sha hojatga ko'p boradigan bo'ladi. Ushbu qasida o'sha muolaja qilganda terlashlar, qaltirashlar, titrashlar, qizishlar, tanada muzlashlar yoki og'riqlar oyoqdan kelib ko'tarib turib qo'lidan chiqib ketishlar bo'lyapti. Ushbu masofada davolash uy sharoitida bemorlar ushbu ko'z yumib turib qo'lida salafan bo'ladi. Qasidatul burda, tuzalish sog'ayish qasidasi deb nomlangan o'sha muolaja qilinadigan qasidalarimizda o'sha uy sharoitida. Hozirgi kunda yo'l olis, ko'p odam kela olmaydi, qo'lida salafan o'sha muolaja qilganda o'sha sezib boraveradi. Ushbu videolarim o'zi batafsil kanalimda bor, O'tkir qasida va Instagram kanalimda ham Xalq tabobati desangiz, Instagram kanallarimga qo'yganman. O'tkir qasida YouTube kanalimda ham bor. Azizlar, shunaqa bemorlar murojaatlari ko'p. Ishimga, sog'lig'imga ta'sir qilyapti, ishim yaxshi bo'lmayapti, odam ovi ko'chaga ko'p chiqa olmayman, ko'p odamlar bilan gaplasha olmayman, ko'p odamlarni gapini eshitib tinglab o'tira olmayman, gap yoqmaydi, yotgim kelaveradi, lanch bo'laman, holsiz bo'laman, tinkam quraveradi va hozirgi kunda bemorlarda oyoq, tizzada oyoq tortishlar, qon oyoqda shu bo'g'im og'rishlar, bel bosh og'riqlaridan tashqari kimlardir har xil kasalliklar bo'ladi, tibbiyot kasalliklar. Bu barcha kasalliklar negizi agar ziyon bo'lsa, bizga taalluqli joyi bo'lsa, shu bemorlarda o'sha oyoq tortish, tomir tortishlar yoki oyoq og'riq, bel og'riq, bosh og'riqlar yaxshi bo'lib boraveradi o'sha muolajada. Muolajalarimiz kamida 3 marta, ko'pi bilan bemorga qarab davomli bo'ladi. Ushbu bemorlarni muolajalarida o'sha ruhiyatida, ishiga, sog'lig'iga, oilasida, hozirgi kunda er-xotin o'rtasida munosabatda uzoqlashish, uydagi muhit buzilishlari, shunga o'xshagan bemorlarda ishiga, sog'lig'iga, uyquda, tushlarida qanaqadir og'irlik bo'lib, sog'lig'ida muammo, ishida muammo odamlar har qanaqa o'sha bemorni shikoyatlari bo'lsa, avval o'sha eshitib turib, shu bemorni o'sha suhbatidan keyin bilib bemorni muolaja qilish yo'liga qo'yganmiz. Uy sharoitida. Azizlar, hech kim kasal bo'lmasin, avvalon murojaatlar bo'lsa, ushbu Dostonbekka Elparvar o'sha komandasidan videolarni joylashtiramiz. O'sha pastga linkga qo'yib qo'yamiz, bu videoni qo'yiladi, bossanglar meni kanalimga kirib borasizlar. Instagram kanallarda o'sha Xalq tabobati kanalimda bor, Instagram va O'tkir qasida sizlar ham kirib kelasizlar. Bizni linklarini qo'yib qo'yamiz. Shu
Dostonbekka o'sha videolarga qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirsanglar, meni kanalimga o'tasizlar. Nomerlarim ham bor: 93lik 560 10 13. Avvalan hech kim kasal bo'lmasin azizlar, sog' bo'linglar.